Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Amerika Xitay rəqabəti kəskinləşməkdə. Xitayğa güclük siqnal verildi. Avstraliya və Amerikanın hər 2 ildə bir qədim ötküzüdüğən Talisman sabri manevrining Xitayğa qarşı Amerika yetakchiligida elib berildigan urushning mashqi xarakterida ekanligi ilgari surilmoqda. Avstraliya va Amerikaning har 2 yilda bir qatim o'tkaziladigan manevri bu yil 13-iyul boshlangan bo'lib, hozirgacha davomlashmoqda. 11-qatim o'tkazilgan bu manevrga Amerikadan boshqa Kanada, Fiji, Fransiya, Germaniya, Hindiston, Indoneziya, Yaponiya, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Papua Yangi Gvineya, Filippin, Janubiy Koreya, Singapur, Tayland, Tonga va Angliya qatnashmoqda. 3 hafta davomlashib e'lonlangan manevrga Malayziya va Vyetnam kuzatuvchi davlat sifatida qatnashdi. Taxminan 4000 askar, zambirak va boshqa ilg'or qurollar ishlatadigan g'oyat zo'r manevrning jo'grafiyalik ko'lami, qatnashuvchilarning soni va hujumchan xarakteri jihatdan Xitoyga qarshi Amerika yetakchiligida elib beriladigan urushning mashqi xarakteriga ega ekanligi bildirilgan bo'lib, Wall Street Journal gazetida nashr qilingan bir maqolada manevr to'g'riliq manevr Xitoyga uchur yetkazishni maqsad qiladi. Amerika va sheriklari Osiyo Tinch okean rayonida o'zining ta'sir doirasini konsiri kuchaytirayotgan va o'zini ko'rsatayotgan Beijingdan keladigan hujumlarga birga javob qaytarishga tayyor degan so'zlar ishlatilgan. Mazkur gazetga so'z qilgan amerikalik kor general Massive McFarlane Xitoyning tajovuzchilik faoliyatlarini hammaydan ko'ryotdi. Shunga ular o'zlarining hukmronlik manfaatlarini qo'g'dash uchun nima qilish kerakligiga texmo ko'p qiziqyotdi dedi. Amerika Xitoy egilik huquq da'vosi qilayotgan va qo'shib olganligi haqida tahdid selib kelayotgan Tayvanni qurollantirib, rayondagi ittifoqdoshlari bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirishni davomlashtirmoqda va Xitoyga qarshi vaziyatni keskinlashtiradigan siyosat izchilligini saqlab kelayotgan bo'lib, Trump hukumati bu siyosatni o'zgartmadi, balki texmo avjiga chiqardi. 5-oyning oxirida Singapurda ziyorati bo'lgan Amerika mudofaa ministri Pete Hegseth Beijingning yaqin bo'lishi mumkin bo'lgan bir xatar shakllantirayotganligini ilgari surgan edi va Osiyodagi ittifoqdoshlaridan mudofaa chiqimlarini darhol yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining 3,5% ga ko'tarishni talab qilgan edi. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. Xitoy Yevropaning jazolarining jiddiy salbiy ta'sirlarini tanqid qildi. Xitoy Savdo ministrligi bugun e'lon qilgan bayonotida Rossiyaning harbiy faoliyatlarini cheklash maqsadida Yevropa ittifoqining Rossiyaga qo'llangan va 2 Xitoy bankasi va 5 Xitoy shirkatini o'z ichiga olgan yangi jazolarini xato deb atadi. AFP agentligining xabariga ko'ra, Xitoy Savdo ministrligi bayonotchisi Yevropa ittifoqining jazosi ularning rahbarlarining Xitoy bilan qo'lga keltirgan kelishimlarga zid keladi va Xitoy bilan Yevropa ittifoqi orasidagi iqtisodiy va savdo munosabatlariga hamda moliya hamkorligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi deb chalvoqidi. Yevropa ittifoqi juma kuni Moskvaga qaratgan 18-jazo tizimligini tasdiqladi. Jazolar banklar va neft eksportining eng yuqori eksport bahosini bekitishni nishon qilgan bo'lib, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushni moliya bilan ta'minlash qobiliyatini cheklashni maqsad qiladi. Yevropa ittifoqining yuqori darajalik rahbarlari payshanba kuni Xitoyni ziyorat qiladigan bo'lib, ikki taraf orasidagi bir qator savdo kelishmasliklarini hal qilish uchun yuqori darajalik muzokaralar elib berilganligi ilgari surilayotgan bir paytda yo'lga qo'yilgan bu jazolar diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqi komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa kengashi raisi Antonio Costa payshanba kuni Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishish uchun Xitoyga boradigan bo'lib, Li Chang payshanba kuni Yevropalik rahbarlar bilan birlikda o'tkaziladigan yig'inga riyosatchilik qiladi ekan. Yevropaning Xitoy-Yevropa uchrashishidan umidi yo'q. Yaponiya va Xitoy amaldorlari bilan ko'rishadigan Yevropalik rahbarlarning Tokio bilan mudofaa va savdo hamkorligiga bo'lgan umidlari yuqori.
Ammo Beijingdagi ko'rishishlar uchun umidlari cheklik. Bir Yevropalik amaldorning deyishicha, Yevropa hay'ati Xitoy yig'inidan muhim kelishim chiqadiganligini kutmaydi ekan. Forbes'ning bugungi analiz xabarida bildirilishicha, Yevropalik rahbarlar bu hafta Yaponiya va Xitoy rahbarlari bilan ayrim ko'rishadigan bo'lib, Tokio bilan mudofaa va savdo sohasida yaxshiroq hamkorlikqa bo'lgan umidlari yuqori bo'lsa-mu, Xitoydagi ko'rishishlarga bo'lgan cheklik umid, hatto umidsizlik alohida diqqat qo'zg'amoqda. Yevropa komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa kengashi raisi Antonio Costa bu hafta Osiyoga safar qiladigan bo'lib, ular birinchi bo'lib chorshanba kuni Tokioda Yaponiya bosh vaziri Shigeru Ishiba bilan, andin payshanba kuni Beijingda Xitoy raisi Xi Jinping va bosh ministri Li Qiang bilan ko'rishdi. Yevropalik amaldorlar bu ziyoratdan burun axborotchilarga bergan ma'lumotda rahbarlarning Yaponiyada mudofaa sanoat hamkorligi va iqtisodiy bexatarlik masalalarida kelishim imzolashni planlaganligini bildirdi. Ammo ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldorning deyishicha, ular Beijingdagi yig'indan o'rtaq bir kelishimning chiqishini kutmaydi ekan. Yevropa hay'atidagi bir amaldor so'zida hay'at Xitoy bilan bo'ladigan uchrashishda faqat ma'nilik, ochiq, bevosita, yaxshi va ijobiy suhbatni maqsad qilyotidi. Yevropa Beijingning davomlashtirg'ili bo'lmaydigan iqtisodiy munosabatlarni tuzatishi va munosabatlarni tampon qilish uchun Xitoyning nima qilishi kerakligini aniq ko'rsatishni umid qiladi, dedi. Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan yaqin munosabati va Moskvaga jiddiy yordam qilishimi Xitoy Yevropa munosabatida jiddiy yirikchilik paydo qilayotgan masalalarning biri bo'lib, Yevropa ittifoqi juma kuni Ukraina ishg'oli sababidan Rossiyaga qaratgan eng yangi choralar doirasida 2 Xitoy bankisi va Xitoy markazlik 5 shirkatni jazolash tizimligiga kirgizgan edi. Bu qadam Yevropaning Xitoy banklariga bo'lgan tunji jazosi bo'lib, buningdan qattiq chichangishib ketgan Xitoy har doimqidakla o'z shirkatlarini qo'g'daydiganligini bildirib, chalva qilgan edi. Kuzatuvchilar Xitoy Yevropa o'rtasida navbatda kun sari avjiga chiqayotgan krizis mazgilida elib beriladigan bu qadimgi Xitoy Yevropa uchrashishidan natija chiqishining yiroq ekanligini bildirishmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.